Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga xudo xolasa inshaalloh shanba kungi obzorni qo'yamiz. Bugungi obzorimizda katta 17 tushli motobloglar bo'ladi. Ekranga yaxshiroq o'rnashib oling, like, podpiskalarni bosib qo'yishni unutmang. Xalqim, eng manfaatli videolar bu sizlar uchun. 17 tushlik qaysi biri ma'qul O'zbekiston sharoitiga, qaysi rayonlarga yaxshi? Rayonlarigacha sizlarga tushuntirib o'tamiz. Misol, imini motoblog ishlatayotganda ko'pchilik sal farq bermay to'g'risi olishi mumkin. Pullariga e'tibor berish mumkin, to'g'risi. Yaxshi sifatli motoblog oling, ishlating buni. Biz shuni tarafdorimiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. O'zlaringiz qaysi rayonlardan olayotgan bo'lsangiz, nomlarini aytamiz. Bemalol shu motobloglarni olib, yaxshi ishlatib ketishingizga tilakdoshimiz. Kommentariyaga yozib qo'yishni unutmang. Kommentariyaga eng yaxshi tilak yozgan 10 ta ishtirokchiga va 10 tasini 10 tadan kam kommentariy yozmagan bo'lishi shart va unga eng firmamiz tomonidan bitta drill takka shunaqasiga podarka qilinadi. Boshladik. Hozirgi obzorimizda Germaniya standarti asosida ishlangan Aren motobloglari bo'ladi. Bu motobloglarimizni 4 xil rusumidan qolgan 13 kuchli solyarka, 17 kuchli benzinoviy va 7 ga 9 va 9 talik terilmagan 9 taliklar bor. 4 xilidan bor. 7 motor, 9 korobka. Va sizlarga undan keyingi TX 17 kuchli, TX undan keyin yana TX 17 kuchli benzinoviy, TX 17 kuchli solyarkalarni obzorini qo'yamiz. Mobodo kerak bo'lsa, mana rolflar ham bor. Misol, ularni ham sizlarga narxlar bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Xalqim, boshladik. Birinchi navbatda 17 kuchli original bo'lgan Germaniya standarti asosida ishlangan Aren firmasiga tegishli dizelli motoblokni aytamiz. Dizelli motobloklarda ko'proq Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, issiq o'lkalarimiz bemalol yaxshi ishlatishadi. Chunki nima uchun? Dizelli motobloklar issiq joyga sal bo'lsa ham benzinga nisbatan ziyodroq ishlaydi va motorlari baquvvat bo'ladi. Shuning uchun nima uchun dizellini bir xil joylar aytishadi? Kaprizni akalar, kaprizni bo'lmaydi. Buni kaprizni jihati siz moyini yo solyarkasini quymagan bo'lsangiz, mana forsunkalar bor-ku, mana forsunkalar ignani teshigida par qilib sepib turadi. O'sha forsunkalar siz yaxshi quymagan solyarkangizdan tiqilib qoladi. O'shaning uchun bu bitta forsunka, bunda 3 ta forsunka yo'q yoki 4 ta forsunka yo'q. Bitta forsunka, shu forsunka teshiklari to'lib qolgani uchun shuning uchun sepmay qoladi yoki endi ozroqgina ustalar tilida aytganda bunday tomchilab siyib qoladi deydi. Shunday bo'lib qolgandan keyin bu ishlamay qoladi. Shuning uchun motoblokda shunaqa kaprizni joyi bor deydi. Lekin unaqa kaprizni yeyilmaydi. Buni motoblokda moylariga, benzinlariga qarab ishlatsa, Aren firmasining motobloklari Aren ishlatayotgan ko'pchilik yaxshi bilishadi. Solyarkasiga, moylariga qarab ishlatsa, kamida 5 yil ish beradigan motoblok hisoblanadi. Bu motoblogimiz eng qimmat brendga Vema motoblogi bilan tengma-teng ishlaydigan motoblok hisoblanadi. Sifat jihatdan bloglari ham quyma blog, ancha aqlli ishlangan. Shu motoblogimiz ko'pchilik motobloglar 200 kilo yozib qo'ygani bilan o'zi 150 kilo, 130 kilo bo'ladi. Bu motoblogimiz xalqim 185 kilogramm o'zini tank nimasini og'irligi, korobkada keladi og'irligi. Anchagina sifatli, baquvvat ishlangan motoblok hisoblanadi. 188 motor bilan jihozlangan katta Damas akkumulyatorlar qo'yilib, sifat jihatdan yaxshi ishlangan motoblok hisoblanadi. Narxlari hozirgi kunda bu skidkaga tushgani uchun ko'p joylarda buni avvaldan 11 million, 11 million 800, 10 million sotilayotgandi. Hozir bizlarda O'zbekistonda yaxshi ham dollar sal kurs pastladi. Shuni evaziga narxlari sizlarga sal arzonroq qilib beryapmiz va uni ham narxlardan meni skidka qilib qo'yganmiz. Narxlarini endi like, podpiskalarda bosib, kommentariyaga yaxshi bir yozgan insonlarga
inshaalloh 8 million 500 ming so'mdan o'zini qilib beryapmiz. Mabodo sizlarga benzinivisi kerak bo'lsa, misol vodiy taraflar ko'proq benzin ishlatadi. Benzinivisi 17 talik kerak bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. 17 ochishli 192 motorlar bilan jihozlangan benzinivisi. Bu ham yaxshi zo'r ishlangan bo'ladi. Faqatgina bitta nimasi solyarkalikda misol yarim soat 20 minut ziyodroq ishlatasiz. Bu ham degani axlajdenasi bo'ladi. Havo bilan dam berib ishlatsangiz umri uzoq bo'ladi. Buni benzinivida endi sizlarga bitta tarafini aytsam, benzinivi oborot tomonlama solyarkadan ancha tez bo'lgani uchun, shuning uchun qizishi sal tez qiziydi. Shunday evaziga benzinivini qarab ishlatasiz, lekin bu ham yaxshi bloklar jihozlangan bo'ladi. Beri hammasi bir xilda, mana kattaniki ham, buniki ham beridan beri bir xilda. Faqat motorida farqi bor xolos. Buni narxi 7 million 500 ming so'm kelib xarid qilishingiz mumkin. Qaysi motoblokka bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana o'zini shtirik kod Aren deb yozilgan joylari bor. Blogga ham Aren deb yozib qo'yibdi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Narxlar 7 million 500 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Sifatlari 192 F 17 otishli bo'lgani uchun ko'p joylar 19, 20 deb sotishadi, uni emas. Bu motoblogimiz 17 otishli hisoblanadi. Xalqim shunisiga e'tibor bering. Lekin 192 ni 18 talik, 20 talik sotsa qancha bu otini misol qimmat balandroq aytsak, ot kuchini deydi, narxi shuncha qimmat bo'ladi deydi. Unaqa narsa qilish hojat yo'q. Men sizlarga 19 desam ham buni shu 17 bo'ladi, 20 desam ham shu 17 bo'ladi. Undan muammo yo'q. Lekin shu 7 million 500 ming so'm deb xarid qilishingiz mumkin. Aren fermasi 7 ga 9 bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 7 ga 9 motor 7 bo'ladi. 170 motorlar qo'yilgan bo'ladi. Korobka 9 bo'ladi. Katta korobka 17 talik, hammasini korobkasi bir xilda bo'ladi. Sifat jihatdan boshqa motobloglardan ancha baquvvat bo'lgani uchun 6 million 500 ming so'm kelib xarid qilishingiz mumkin. Arzonrog'i yo'qmi deganlar uchun xalqim hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Bizlarda bitta, ikkita deyilmaydi. Ko'rganlaringizda xohlagan turingizdan bilasizki, ba'zida arzoni 1,5 million so'mdan, 1,5 million so'mdan to boshlanadi. Xalqim 150 ot kuchligacha 330 ming dollargacha hammasi bor. 1,5 million so'mdan 30 ming dollargacha bor. Nurganda 360 million so'mgacha katta traktor motobloglar sotiladi ba'zida. Xohlaganlar drabilka, xohlaganlar bundan kelib xarid qilib, billa instrument, svarshni hammasini xarid qilishingiz mumkin. Bularda zapchaslari ham o'zimizda bor, motorlari ham kelgan, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Tak, endi buni 6 million 500 ming so'm kelasizlar, chiroyli sal narxlar salgina kam qilib siylab beramiz. 9 taligi bor, shuni 9 taligi mana 12 talikka o'xshab ketadi. 9 taligi bor, 7 million so'mdan deyilyapti, kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi narxlarini tushuntirdim, buni sizga sifatini. Blok jihatdan ancha quyma, yaxshi baquvvat ishlangan bloklar bilan jihozlangan. Pichog'i ham 35 minglik eng qimmat pichoq hisoblanadi. Bir dona pichoq bozorda eng baquvvat pichoq olsangiz 30 ming, 25 mingdan olasiz. Arzon pichoqlarda olsangiz 15 ming so'm, 12 ming so'm olasiz. Hammasi bor, kelib xarid qilishingiz mumkin. Original Roll fermaniki bemalol ko'rishingiz mumkin. 13 talik yozilgan, kelib xarid qilaverasizlar. 3 ta skorlik 7 million 500 ming so'mdan kelib xarid qiladigan joylaringiz. 6 ga 12 balon, baquvvat mana buni ham bloklari quyma bloklar bilan jihozlangan uchun baquvvat qalin bloklar bilan jihozlangan. Sifat jihatdan eng yaxshi narsa sotamiz, olib borib ishlatsin deb. 7 million 500 ming so'm xarid qilaverasizlar. Endi Texa fermani keladigan bo'lsak, 17 otishli solyarkaligi, ko'p joy 90 graduslik bu, 90 gradus buriladi. Buni satelit deb sotilgan, satelit qism bo'lmaydi. Asli satelit qism mana bunday korobkaga qo'yilgan bo'ladi. Bu pachimlilik, prosta pachimlilik 90 gradus buriladi. Narxlari 8 million so'mdan komplekt jasoda 5 qatorda 10 qator frezer qo'shib beriladi. Frezerda hamma narsa bo'ladi. Ichida frezeri, bitta jo'yagi
qo'shib beriladi. 8 millionga xarid qilishingiz mumkin. Viloyatda akalar telefon qilasizlar, shahardan tashqarida olib chiqib berish, misol Pitakkacha olib chiqib berish bepul, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mabodo viloyatda bo'lgan akalarga kelishilgan narxda chiroyli narxda olib borib gaplashtirib beramiz. Mashinalarni olib borib jo'natib beramiz. Muammosi yo'q. U yog'ini to'lab o'zingiz qabul qilib olasiz. Hamma viloyat muammosi yo'q. Mashina bor. Endi 17-6 kishilik benzinoviga keladigan bo'lsak, 360 satelit variantidan bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 17-6 kishilik starterda yonadi, qo'llar uzun ishlangan. Xohlasangiz mana bunday plug qo'yib ishlatsangiz bo'ladi orqasiga. Pluglari ham xohlagan turga mana bemalol ko'rasizlar. Xohlasa o'ngga, xohlasangiz chapga burilib ishlataverasiz. Plug ham ligrovshe pluglardan qo'yilgan mana. Buni plugini o'zini oladigan bo'lsak, 650 ming, 700 ming akalar aytishadi. Libo joy 1 millionga ham sotishadi bir xil joylarga. Lekin yo'q, bizlarga original eng sifatli pluglarimiz mana shu endi mana shuni shuni aytsam 500 ming so'm xarid qilishingiz mumkin. Endi buni arzoni ham bor, bitta korpusligi bor. Oddiygina bir korpuslik aylanmaydi, burilmaydi. 200 ming so'm xarid qilishingiz mumkin. 2 xil variant. Biz sizga 50 xil demaymiz. Pluglar o'zi 2 xil yo 3 xil plug bo'ladi. Shuni xarid qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 8 million so'mdan 5 qatorda 10 qator frezer bitta o'chari bilan qilib beriladi. 6 ga 12 ballon stop bitsalari bor. Eng katta baquvvat ishlangan motoblok hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Sifatlari 192F motorli jihozlangan. 800 dan 1350 gacha bemalol sifat qilib beradi. Muammosi yo'q. Buni ham ko'p joylarda karabkalarga deydi. Akalar 10 xil karabka bo'lmaydi, bir xil karabka bo'ladi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. 10 xil karabka qilib men sizga video qilib aytsam, sizlarning miyalaringiz chalg'itib nima qilaman? Pulingizni qo'riq takka men sizga mana bu karabkani ham aytib 8 million desam, bundan kichkina bundan kichikroq deb bo'ynagini aytib shu pul desam, u bo'lmaydi. U yolg'on. Bu narsani sizlarga olayotgan foydamizni yolg'onga qilib nima qilamiz? 8 million so'mdan like, podpiskani bosasiz, aytasiz, chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Frezer karobkada yashikda beriladi. Nechta kerak bo'lsa bor. Bazada optim narxlarda. Bizlarda bitta ikkitadan tortib to 20-30 tagacha bu barcha optimchilarda, barcha opsotarlarda viloyatdagilar hamkorlikka chaqiraveramiz. Muammo yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz, kelib xarid qilaverasizlar. Karobkalarda bitta joyda farq bo'lishi mumkin. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana Xitoylikda o'zi ham sherda bemalol biz bazadamiz, optim bazada. Misol optim narxlardan xarid qilib olishingiz mumkin. Karobkada bitta farq qilish uchun mana uni karobkasi mayda karobka bo'lgani uchun mana mayda emas, yuqa. Qalin baquvvat karobka emas, yuqa karobka bo'lgani uchun narxi 7 million so'm. 17 kishilik Aren fermamizniki bir aytganda 7,5 million so'm, bu 7 million so'm 17 talik. Ko'rib turganlaringizda tushunayotgan bo'lsalaringiz, bizda mana buni karobkasi katta, uni kichkina deya olmaymiz. Katta bo'lishi uchun uni karobkasiga, buni karobkasiga 3,5 litr, bunikiga esa 2,5 litr moy ketishi kerak. Lekin joyi bor, hammasiga 2 litr 600, 2,5 litr bir xil moy ketadi. Bir xil zapchas ketadi. Zapchas har xil bo'lgandan keyin xalqim siz adashib qolasiz. Shuning uchun zapchas topa olmayverasiz. Shuning uchun like, podpiskani bossangiz, biz sizga to'g'ri gapni maslahat aytyapmiz. To'g'ri maslahat, to'g'ri kelib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. 7 million so'm va 17 kishilik benzin solerkaligimiz 5 starter varianti 7 million so'm ham. 5 starter varianti kelib xarid qilishingiz mumkin. Arzonroq motoblok, chunki buni ham karobkasi salgina mana yuqoriroq karobka qo'yilgan, lekin sig'imlari bir xilda, kelib xarid qilaverasizlar. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang, xalqim, jonlaringiz sog' bo'lsin.